Leksiyimizi devamlaştırıyoruz hürmetli vatandaşım. Elişiş gün sayın keskinleşmekte. Cungo işleriydi. Mavzula haber, Cungo işlerimdi. Mavzula haber. 4. ayın 26. gün Dovitör bitilan kılındı. Haber mundak başlandı. Cungo şarkı Cungo şark şamılı belgülük raketani Canubu denizde sınak kılıp bolgandan keyin tashqari dünya ig'vogarchilik yeterlik deb Cungo'ni ayıpladı. Şunun üçün Cungo Tashqi ishlar ministrligi yana bir qitim aniq bayonot e'lon qilib, Cungo o'zining territoriyasida sinaq ilib berish normal ish. Bu sinaq har qanday bir alohida davlatga yoki bir alohida nishonga qartilgan emas deb ko'rsatdi. Cungo'ning bunday ifoda bildirishi tashqi dunyoning ayblashini besiqtirolmadi. 4. ayın 25. günü Amerika'nın devlet menfaati jurnalida Hongyan orali Cungo'ga zarba berishdan puristi mavzuliq maqola e'lon qilindi. Maqolada bunday ko'rsatildi. O'tgan bir necha hafta ichida Cungo'ning Janubiy dengizdagi atalmış g'arazi faqat bir strategik nishonga ega. U bo'lsa-mu muhim. Deniz sahasida yetakchilik, ya'ni tashabbuskorlik huquqiga erishish. Cungo'ning bu rayondagi g'arizi, atalmış g'arizi yetakchilik o'rniga chiqish. Bu deniz sahasida tashabbuskorlik o'rniga chiqish dedi. Beijingning Malayziyadan tartib Tayvan bo'g'oziga hukmronlik huquqini kafolatga ega qilish xolos deb tahlil qildi. Cungo'ning bu rayondagi faoliyatini qisqartib, hozir davlat manfaati Amerikaning jurnalida nima deyildi? Cungo Malayziyadan Tayvan bo'g'ozigacha bo'lgan bu orliq hukmronlik qilish uchun o'shanda tirishchilik qilyapti. Demak, bu tahlil nihoyatda joyida qilingan tahlil. Ochiq, mazmunli, mohiyatli tahlil. Asli Cungo bu territoriya talashtirib qilayotgani yo'q. Territoriyani bahona qilib, dengiz, okean hukmronlik qilishni talashyapti. Buni hozir ayta chiroyli mohiyatli o'ttirib qo'yibdi davlat manfaati jurnali. Faktlar isbotladiki, Beijing egilik huquq tashabbuslarini mustahkamlab qolmasdan u o'zi aytgandek Janubiy dengizdan amaliy foydalanmoqchi bo'lyapti. Maqolada tahlil qilib bunday ko'rsatildi. Har bir qadam tashlaganda hozirgi holatni tadrijiy o'zgartirish Beijingning uzun muddatli strategiyasidir. Toplangan sire Beijing Janubiy dengizda yetakchilik o'rniga ega bo'ladi va bu rayonda Cungo zo'magarga aylandi. Maqola nihoyatda mohiyatli tahlil qilyapti. Xabardor kishilar bunday ko'rsatdi. Cungo Janubiy dengizda ig'vogarchilik qilishga har vaqt tayyor. Cungo'ning balki Hongyan orolini buzib, portlatib, bu yerda avval Aral ve harbiy baza qurishni boshlashi va mush qurilishlar shug'ullanishi mumkin. Bu orolni portlatib, buzib tashlab, Hongyanda orolni portlatib, buzib tashlab, bu yerda qayta qurilish qilishi mumkin. Maqol ta'kidlab bunday ko'rsatildi. Hongyanda oroli Amerikaning qo'lida Cungo'ning xatarli qor niyatini cheklashda halqiliq bir joy bo'lib qolishi mumkin. Honyanda orliq e'tibor berish Amerikaning Janubiy dengiz hatto butkul rayondagi strategik yetarsizligini to'liqlay olmasligi mumkin. Lekin bu orol Cungo'ning xatarli tajovuzchiligini cheklashda fursat bilan ta'minlash mumkin. Tushundinglarmi do'stim? Diqqat qilinglar. Demak, hozir Honyanda oroli Cungo bilan Amerika Qo'shma Shtatlari talash tortish qilayotgan, balki bu talash tortish kun sayin murakkablashayotgan bir holga keldi deganga. Yana xalqlik bir taraf Amerikaning kelar navbatlik siyosati nima degan masalada. Maqol taklif berib bunday ko'rsatildi. Prezident Obama hukumati Amerika dengiz armiyasiga qo'mondonlik qilib, qo'g'lug'uchi parxod avatib, portga kiradigan signal tarqatish lozim.
Çoğun yüreklik bilen kılıngan bu hareket Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining Hongyandav arlığa qandaq itibar bilen qaraydiganligi to'g'risida Jungo tarafga bishorat berganligi dedi. Bishorat bergan bo'ludi. Shundaqla Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining bu ayında Jungoning qattiq qo'l faoliyat elib berishiga yo'l qo'ymaydiganligidan bishorat berdi. İkinci, Washington Filippinga uçquchsiz aeroplan avatib, bu rayni 24 saat nazorat qilishi lozim. Bunda qilish Manilaning dengiz territoriya tuyg'usi o'stirib qolmasdan, ya'ni Jungoga bir signal, ya'ni Jungo Hongyandav orolini cho'kmaydigan av'am matkiga aylandira olmaydi degan signalni tarqatish kerak. Yana ba'zi bir xil ko'z qarashchilar mundaq hisobladi. Urushdan boshqa Amerika Janubiy dengizda hech qanday ish qila olmaydi. Bular nima deydi ekan, faqat urushda bo'ladi bu yerda, urush qilishga bo'ladi, boshqa ish oqmaydi deydi. Lekin Hongyandav orli Amerikaning Jungoga ogohlantirish berishida fursat bilan ta'minlaydi. Bu ham Prezident Obama hukumati izchil qilmay kelayotgan bir ishdir. Hongyandav orli faqat Jungoga signal berish fursat bilan ta'minlaydi dedi. Bu ham Prezident Obama hukumati hozircha ishlamagan bir ish edi deydi. Endi buni qilish kerak demdi bu ko'z qarashchilar. Lekin masala shu yerdaki deyildi maqolada. Washington vaqt kechikib qoldi deyishdan burun harakat qilamdi yo'q. Maqolada nima deyildi? Lekin masala shu yerdaki deyildi maqolada. Washington vaqt kechikib qoldi deyishdan burun harakat qilamdi yo'q.